Haligacha trenddan tushmagan sotuv shirinlikni sizlar bilan tayyorlaymiz. Nomini biladiganlar kommentariyada yozib ketinglar. Ishimizni quruq idishga tuxum va shakar solib, oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Ketidan yog', un, kakao, razlixitel, vanilin qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Pishirish uchun yuboramiz. Pishib sovigan biskvitimizni maydalab olamiz va kremni boshlaymiz. 45% qaymoq, quyultirilgan sut va vanilin qo'shib, qotgunigacha mikser qilamiz. Morojeniy krem uchun 45% qaymoqdan foydalaninglar. Shirinligimizni yig'ishni boshlaymiz. Biskvitimizni sut bilan propitka qilamiz. Xohishga ko'ra uylarda topiladigan mevalardan solamiz. Kremni surib, yarim soatga xolodilnikka jo'natamiz. Bu orada yaqinda olgan vileda shvabralarim bilan qo'l yetmaydigan joylarni va pollarni artib oldim. Menga eng yoqqan tarafi qo'linglarni umuman sovuq suvga urmaysizlar. Sizlar ham pastdagi profildan olsanglar bo'ladi. Krem qotib shokolad quyish darajasiga kelganda ularni chiroyli qilib bezatib olamiz. Shu bilan tayyor. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar.